Endi mana diniy tomondan yoki siyosiy tomondan savol bermasangiz, Siyosiy va diniy mavzularga aralashmayman. men endi oddiy ayronchiman-da. Men domla emasman yoki olim emasman. Yosh kichkina bola edim men. 13-14 yoshli bola edim. Sizlar ham aynasizlar deydi. Yo uchtani rozi qilsa bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Xumdon tabiiy ayroni asoschisi Xo'sh tog'adan shu ikki og'iz intervyu olgani keldik. Xudo xolasa 3-4 ta savollarimiz, chiroyli savollar tuzib kelganmiz. Sizlardan Xo'sh tog'adan javob olamiz. Video qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring va ko'proq Xumdon tabiiy ayroni haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum Xo'sh tog'a, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Sizga 3-4 ta savol tuzib kelganmiz. Bo'ldi, bemalol savollar bo'lsa. Endi mana diniy tomondan yoki siyosiy tomondan savol bermasangiz, ayron to'g'risida bo'lsa javob beraveramiz. Qo'limizdan kelganicha, Xudo qodir qilganicha. Hozir to'xtalib o'tdingiz, siyosiy va diniy mavzularga aralashmayman dedingiz. O'zi bunaqa savollarimiz ham yo'q edi, lekin menda savol tug'ildi. Nimaga aynan bu narsalarni cheklab o'tishni ta'kidladingiz? Men endi oddiy ayronchiman-da. Hamma o'zini vazifasi bo'yicha javob bersa bo'laveradi. Men domla emasman yoki olim emasmanmi, dinga aralashgan yoki siyosatga. Men qo'limdan kelgani ayron. Ayron qo'limdan kelgan narsaga javob beraman-da, qo'limdan kelmasa aralashmayman. Tushunarli, Xo'sh tog'a. O'zimiz yo'limizda yuraveraylik. Xo'sh tog'a, eshitishim bo'yicha Xumdon tabiiy ayronni tarixi 36 yillik tarixga ega ekan. Shu haqida bir gapirib bersangiz, menimcha obunachilarga ham qiziq bo'lsa kerak bu. Endi Xudo xolasa o'sha 36 yil bo'ldi bu yil boshlaganimizga. Yosh kichkina bola edim men. 13-14 yoshli bola edim. Shu paytlarda shu hamma mana shu ayronxonalar turgan joylar paxta dalalar edi o'sha paytda. A'zolar chiqib ishlashardi, choy toshib o'shada yaxna choy toshib yurardi. Ana shu yo'lda bo'yida bir kun choy sovutib o'tirganimda bir avtobus to'xtab buzilib qoldi. Shunda odamlar tushib, hali sovuq choylarimni talamon qilib ichishib, menga shu 10 tiyindan pul berib ketishganda, qo'yaveringlar desam ham unamasdan berishganda, o'shanda keyin o'sha shopir odam sababchi bo'lganmi, xudoyim o'sha dilimizga solgan shunday bo'lgan ekan. O'g'lim ertadan deb yurar ekansan, bir issiq choy qilib, sovuq choy qilib, ayron qilib olib chiqib qo'ysang, men go'gada ketyapti, to'xtab turaman, olib ayron ichib ketaveramiz, pulini beramiz deyishgan. Shunda keyin o'shanda biz javozda ishlab 35 so'm 40 so'm oylik olinardi. O'shanda bir kunda 35 so'mlik yaxna choy sotib bergan ekanman. O'shandan keyin qiziqish bo'lib, ertasiga bitta sandal olib chiqib yo'lda bo'yiga, bitta kastrulka, cho'mich qilib, qo'li ayronlarni tayyorlab o'shanda boshlaganmiz. Kichkina bola edim, bir stakanni 10 tiyindan sotardik. Bu paytda endi 10 tiyin yaxshi pul edi. Hozirgi paytda endi hozir mana 10 ming sotilyapti o'sha stakani. O'sha paytda 10 tiyin sotilgan. O'sha mana bitta nimani kasbni ushadik. Shuni doim bergan ekan, shunda harakat qilib yurib, shu darajaga yetib keldik. Mana 36 yil vaqt o'tib, mana 36 yil bo'libdi bu yil. Birinchi marta ayron ichib ko'rganimda, o'sha men boshqa ayronlardan ancha ajralib turishini bir martada sezdim. Buni siri nimada? Bu qanaqadir yashirin joyi bormi yoki retsepti bormi? Nimada? Shuni men sizdan o'zingizdan so'rayman deb dilimga tugib qo'ydim. Endi bizda bu narsani aytyapman-ku, biz siri bo'lmagan, biz shu oddiy qishlardan shu chiqib, shu oddiy suzma qatiqqa suvda aralashtirib, ana shu rayhon olmalarni to'g'rab, chiroyli qilib, shopirib kelgan shopirlarga sotib yurib, keyin yoniga shu bir xilgisi achchiq ichaman deganiga qalampir qo'shganmiz. Odamlar o'zi klientlar mijozlarning talabiga qarab turib, rayhonli qilib bering desa rayhonli, keyin yoniga qurut qo'shganmiz, suv qo'shib, anaqa qilib, hamma yo'q tayyorlab shu darajaga keltirgan. Buni siri yo'q, mehr bilan qilsangiz bo'ldi. Ana shu mehr bilan chin yurakdan qilganingizda o'zimga yoqqan narsani birovga sotaman. O'zim tatib ko'ramanki, hamma narsani o'zim tayyorlayman. O'zimga yoqmasa sotuvga chiqarmayman. O'sha yerda farq bo'lsa. Mehrda. Mehr bilan tayyorlansa, hamma ayron ham shirin bo'lishi mumkin. Xo'sh tog'a, shu 36 yillik tarixga ega biznesingizdan 36 yil oldin boshlaganman dedingiz. Shu bo'yi mana shu biznesdan nimalarga erishdingiz? Qanaqa muvaffaqiyatlaringiz bor? Endi shuncha yilning ichida mana xalq tanidi. Ancha-muncha rosa tanilib ketganimiz yo'q, lekin Xudoga shukr, ancha-muncha nimadan yaxshi tanildik. Shu paytda mana uy-joylar qildik, bola chaqa orttirib, 4 ta qizimiz, bitta o'g'limiz bor, shularni tarbiyaladik qo'ldan kelganicha. Tirikchilik shu Xudoyim bergan ekan shu tomondan. Uy-joylarimiz joyida, birovdan kambas, kimdan baland, kimdan past o'rta hol bo'lib yuribmiz, Allohga shukr. Shu biz erishgan narsalarimiz faqat yaxshiliklar.
shu ko'proq mijozlarga, klientlarga erishdi. Hatga borsak, xudoga shukur, bitta joyga borsam, ayronchi tog'a deyishadi-yu, o'shanda bunday faxrlanib, yaxshi tanishyapti deb. Shu bizdan keyin ham endi kelajak avlodga, farzandlarimizga shu bizdan meros bo'lib qolishiga harakat qilib yuribmiz. Lekin men shaharda bo'lsam ham kimga aytsam bittada biladi. Hamma eshitgan, hamma bir marta bo'lsa ham kelib ko'rgan, kelmagan bo'lsa ham o'sha yerda yaxshi ayron qilinadi degan tushunchasi bor. Boshda shu tajribangiz davomida nechtagacha shogird chiqargansiz? 36 yil ichida bir 30 ta shogird chiqardik shekilli. 30 tacha shogird chiqardik. Shular ichida endi har xil yaxshilari ham chiqdi, o'rtachalari ham chiqdi, har xil nasib qilganicha chiqardik shogirdlarni. G'oyibona shogirdlarimiz ham ko'p. Atrofda biz bilmagan, sizdan o'rganib ketganmiz, sizga havas qilib qildik deb qilayotganlar ham bor. Masalan, g'oyibona bizni ko'rmasdan turib, o'sha ishqiboz bo'lib shogird bo'lgan, shogirdingizman deydi, duo qiling deb telefonda aytadi, bo'ldi, omadingizni bersin deyman. Bunaqalar ham bo'lgan. Chetda lekin 15 yil, 20 yil meni yonimda yurib shogird bo'lib yurib, usta bo'lib chiqqandan keyin shu ishni qilmaganlari ham bor. Bu endi Xudoyim bersa bo'lar ekan, bermasa bo'lmaydi-ku. Siz ham mana shu hunaringizni, kasbingizni pulga o'rgatasizmi yo qanaqadir summa belgilangan shogird olishingizda qanaqa u? Pulga o'rgatmaymiz. Biz nabarot pul beramiz. Pul berib o'rgatamiz. Oldin edi masalan, bittasini shogird qilib bersa, mana dadalarning bittasiga ustaga shogird qilib bersa, go'sht sizga, suvayi bizga. Mana shuni tarbiyalab bering, hunarni o'rgatib bering deb berishganda, shu nimada bo'lganmiz. Endi hozirgi zamonda unaqa emas. Bittasi farzandimni shogirdlikka oling deb kelyapti. Shogird bo'ldi, shogirdlikka olamiz, shu kuniga necha pul berasiz deydi. Ha bo'ldi, ham hunar beryapmiz. Ham kuniga pulini to'layapmiz-da. Ha 15 kun, 20 kun ishlaganda bo'ladigan, birpasda usta bo'ldim deb qochib ketayotgani ham bor. Haqiqiy o'rganib usta bo'layotgani ham bor. Lekin bu boshqa joylarga o'sha monchaga pulga emas, bemalol kelsin. Bu hunarni Xudoyim beradi-da, biz bermaymiz. Bizdan majburlab ham olisholmaymiz, biz xohlab ham bera olmaydigan narsa-da bu. Alloh bergan narsa. O'shaning uchun men aytaman, bemalol kelishsin, o'rganishsin, o'rganishadi, shu yerda ishlab yurishadi, pullarni ham beramiz. Faqat tarbiya ham beramiz qo'ldan kelganicha, hunarli ham bo'lib qoladi. Bu nimasiga kuymaydi, kuniga kuymaydi, necha kun yursa, yo necha oy yursa, yo necha yil yursa, puliga ham kuymaydi, kuniga ham kuymaydi, ishlab yuraveradi. Ularga qizig'i yo'q, o'sha yerda savdo bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'sha oyligini oladi. O'zidan hunarni o'g'irlab, yaxshilab olib qolsa o'zidan. Eng muhim joyiga to'xtalib o'tmoqchiman. Mana shu yangi ayronchilar, yangi ayron biznesiga qiziqayotganlar yoki shunaqa do'konlar qilayotgan odamlarga qanaqa novichok, yangi boshlaganlarga qanaqa maslahatlar berasiz? Endi avvalo o'sha shu yo'lga kirib, shu narsani boshlayotganlarga omad tilaymiz. Birinchi o'rinda omadini bersin. Chunki bular boshlayotgan ishni biz kezib o'tdik-da, og'irini ham, yengilini ham ko'rdik. Shu narsalarni ko'rib, aza qilib o'tdik. Bir xillar hozir qiziqib, bexosdan bittasini topayotgan pulini hisoblab turish, ash ishni qilaman deyotgani bor, haqiqiy yurakdan qilaman deyotgani bor. Hammasi qaysinisi bo'lsa ham shu ishni boshladimi, omadini bersin. Hammasini. Bizning maslahatimiz nima? Birinchi o'rinda ustalarini, hunarini zo'r olsin. Hech yo'q, boshlashdan oldin bir 10 kun bo'lsa ham yo 1 oy bo'lsa ham borib o'rgansin. O'rganib, ustasidan patahasini, duosini olib ish boshlasin. Birinchi o'rinda. Keyin o'zi o'rgangani bo'yicha birovning maslahatiga quloq solmasdan o'ziga yoqadigan narsani qilib, o'sha narsani sotsin. O'ziga yoqmasa sotmasin. Chunki u bittata sotuvchi. Mijoz 1000 ta. Bunisi kelib bittasi tuzi kam ekan desa, tuz qo'shib qo'ysa, bittasi tuzi ko'p ekan desa, suv qo'shib qo'ysa, bunaqa bo'lib qolibdi. Ayni odamlarning ichida har xili bor-da, hamma 5 qo'l barobar. Bittasi kelib o'zini fikrini bildirib ketadi-da, men ayroningiz yoqqandan yoqmagan, bittasi kelib suvi qo'yib qolibdi-yu deydi, yo bo'lmasa sizlar ham aynibsizlar deydi, yo bunaqa deydi, hammasiga xo'p bo'ladi deb chiroyli muomalasini qilib, keyingi safar qilib qo'yamiz. Tuzi ko'payib qolibdimi, tuzimizcha sho'rroq ekan, keyingi safar qilib qo'yamiz desa, olam guliston. Yo tuzi kam ekansa, bo'ldi, ash stollar ustiga tuz qo'yib qo'ydik, shuni qilamiz deb ularda klient aytganini qilmasdan, ularda navara chiroyli muomala qilib nima qilsa, savdodan oldin birinchi muomalani o'rganish kerak. Chiroyli muomala qilsa kelgan odamga. O'shanaqa gap so'zlar ham bo'lmaydi. Bir xillar nima qiladi, yangi shogird hali tarbiya olmaganlar ko'pi boshlab qo'yapti, kelib
bittasi kelib bunaqa ekan, bittasi bunaqa ekan, o'shanga qarab turib ayronni o'zgartirib qo'yib eplanmay qolyapti. O'shaning uchun bularga maslahatim, o'zingiz bilganingizni qiling, ustingizdan o'rganganini qiling, boshqa narsa qo'shmang. Shunda baraka topadi. Ya'ni bitta ishni ushadimi? Xudoga shukr, bitta ishni ishlasa, daraxt bitta joyda ko'karadi. O'sha ishni o'nib o'sadi, xudo xolasa. Bugun ayron ochgan bo'lsa, ertaga boyib ketaman deyapti bolalar. Unaqa emas. Unga sabr qilsin. Sabr qilsa, xudo xolasa quloqdan quloqqa eshitilib, atta maqtab o'sha narsa me'yoriga yetganda o'zi klientlar xudoyim beradi-da. Biz ham shu darajaga yetganimizcha topganimiz millioner bo'lib ketmaganmiz. Sekin-sekin bo'lgan hammasi mana 36 yil ichida endi 5-6 yildan baqasiga mana haq tanib, bu bo'lib bo'lyapti. Shunga bu mehnatda orqasida qancha sabr toqat bor, hammasi sabrning orqasida qancha mehnat bor dedi-yu. Birinchi o'rinda muomalani chiroyli o'rganishsa, qolgani bo'laveradi. Ustani rozi qilsa bo'ldi. Sizga bergan savollarimizga samimiy va iliq javob berganingiz uchun avvalo sizga rahmat va kuzatuvchilarimizga shuni aytib o'tamiz. Kelinglar, o'zingizlar agar tatib ko'rmagan bo'lsanglar, bu Xumdon tabiiy ayronini yaxshiligini, ta'mini bilgan biladi, bilmagan odam kelib tatib ko'rsa, обязательно biladi. Hammanglarni Xumdon tabiiy ayronini kutib olamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.